Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina xudo xolasa ugolok devonlarimizni, kuxunniy mebellarimizni bir qator ko'rsatib, baholarini tanishtirib o'tamiz. Bu devonimiz 230, 330, o'tiradani pampes prujin, sidinlari 60 sm, doğrusu oyoq ozi 70 kaldı, qatırıb yüzə o'rnatib beramiz. Teylari xudo xolasa zo'r. Tavalari mo'shi, sifatına gap yo'q. Bahasini aytadigan bo'lsak, 4,5 million so'm. Ustlari ichida 2 dona kursisi bor, katta. Keyin bom 330 ga 230 standart. 2 dona kursisi bor. Yana naqsh ustlari dim zo'rundan. Bahası buni ham 4,5 million so'm. Keyin kimga shunday kuxunniy mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, zakasni ishlab beramiz. Buni razmerlarini, ko'lankalarni olib bo'lib, so'ng bahasini aytamiz. Hozir chang olib turibdi bu ko'lankalarni olmagani. Endi bu ugolok devonimiz ham 330 ga 230. Bu yon taraf 230, bu yon taraf uzun yoqda 330. 2 dona kursisi ichida, dastavkasi ham ichida. Bahası 4,5 million so'm. Yoqqan bo'lsa, bir like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi shunda. Hali devonlarimiz zum ko'p. Beri hali paratiyati bajarib olib chiqib bo'lmadik. Xudo xolasa bir qator bajarib olib chiqib bo'lib, kuxunniylari qurib, ko'rsatib o'tamiz ammavajimizni. Devon nechkindan desangiz, har xil variantda ishlab beramiz. Korolevskiy desangizlar, Korolevskiy, kuxunniy ham har xil turidan ishlab beramiz. Asa sog'inglar, salomat bo'linglar.